asosiy muammo quyosh invertorlarini buzilib qolishiga sabab bo'lib turgan narsa bu bizni quyosh panellarini invertorga noto'g'ri ulashdan kelib chiqadi. Mana oddiy misol 100 kilovatli quyosh elektrostansiyasini 10 gridni panellari bilan ulashni ko'rib chiqamiz. Bu yerda deylik MPPT 200 voltdan 850 voltgacha berilgan. 850 mana maksimal MPPT 1000 voltgacha deyilgan. Bu quyosh panellarini ulash tartiblari. Bu degani 1000 voltgacha degani 1000 voltgacha ulash kerak yoki bo'lmasa maksimal 850 volt degan bo'lsa 850 voltgacha ulab qo'ysak yaxshi bo'ladi degani emas. Bu noto'g'ri, bu xato. 200 bilan 850 ga o'rtasida ulash kerak. Bu tokki biz qayerdan olamiz? O'rtacha panelimizni xolastoy naprojeniyasi volti 50 volt beradi. 50 voltdan kelib chiqamiz. Bitta panelda o'rtacha 50 volt tok beradi xolastoy deb olsak, shuni ko'paytiramiz. Nechta panel? 8 ta, 10 ta, 12 ta gruppamiz 600-650 volt bo'ladi. Bu degani kakra 850 ga yetib bormaydi. To'g'ridan to'g'ri chiroyli ishlaydi degani. Undan tashqari nimalarga e'tibor beramiz? 6 ta MPPT gruppa port bo'lsa, har biri 40 amperdan berilgan. Har bitta gruppada 4 tadan MPPT portimiz bor. Bu umumiy yig'indisi 24 komplekt degani. Maksimalni ko'rsatkichi 6 ta gruppa har biri 60 amperdan bera oladi degani. Bu degani bizning 100 kilovatli 10 grid invertorimiz 150 kilovatgacha quyosh panelini to'g'ri ulagan holda ishlatsa bo'ladi degani. Endi 150 kilovatgacha qo'ymaymiz, sababi katta nagruskada doim ishlasa invertorni umrini qisqartiradi.